Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizden başlayımız. Leksiyede Sıdıka Cüruz, Washington'da sözleyimiz. Bugünkü ıslah işkemen 22. yıl 6. ayının 11. günü vatandaş. Vaziyet doğrusu da sözü 80. gün Avrupa İttifak Parlamento'nun Uygurlar doğrusu da makullagan soykırım doğrusudaki kararnamesi ve mecburi emgek doğrusu kararnamesini vatandaşlara yetkizdik. Bunda qarasam bugün yaxşı anlapsılar onu vatandaşlar. Enlikti bugün Amerika başçılığındaki 13 devlet 37 nefer alim mütexessis məxsus Uygur meselesini tədqiq qıladigan mütexessislarning Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komiteti barchilat ve onun işxanası xat yazıp uzundan bir tayyorlagan dokladni e'lon qilishni talab qildi. Vatandaşlar biz bugün shunga munosabatlik leksiyalar bilan vatandaşlarni ta'minlaymiz. Men yaqinda sizlarga aytdim, hozir bir hafta ikki haftadek bo'ldi. Xalqaro jamiyati gazet matbuotlamani bugünkidek olim mutaxassislar Uygurlar doğrusudur başqadan köngül bölgendek ve yani başqadan başqa turib çoğunqurlap körüp xalqaro jamiyatga mecburi emgek bilen sayqaram. Amama qirg'inchilik Uygur milletini qirg'in qilish masalasi ko'tarib chiqyapti. Bu bir yaxshi yuzlanish xalqaro jamiyatning Uygur milletiga hesdaşlik qilayotganligi Uygur milletinin talep arzularını qo'llayotganligining bir dalili deb ko'rsatdim vatandaş. Mavzumunda bir necha 10 nefer Şinjan işleri, Müstemlik Uygurustan işleri mutaxassisleri, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk valisi xat yazıp, siyasi aralashishga qarab turmay, Şinjan yani Müstemlik Uygurustan doğrusida tayyorlagan dokladni derhal e'lon qilishga haydakchilik qildi. Mavzuli xabar 6. ayning 10. günü Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlan. Washington 200'den artıq kişilik hukuk teşkilatları haftanın 3. günü uçuq xat e'lon qilib, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Valisining yani Michel Bacheletning Şinjan ziyarati to'g'risida Müstemlik Uygurustonga ziyorat qilganligi to'g'risida norozi bo'lganligini bildirgan bir vaqtda Amerika, Angliya, Germaniya, Avstriya qatorliq davlatlarda Müstemlik Uyguruston yani Şinjan işleri bo'yicha 10 necha nafar mutaxassis Michel Bacheletning Şinjan ziyarati ve uning so'zlari to'g'risida cho'nqar xotirjamsizlanganligini bildirdi. Bu mutaxassislar kişilik hukuk valisi Michel Bacheletning siyasi aralashish tufayli e'lon qilinmay kechiktirilgan Şinjan Müstemlik Uyguruston to'g'risida tayyorlagan dokladni hamda siyosiy aralashishga qaramay e'lon qilishni hamda mutaxassislar va olimlarning tadqiqotlarini o'rtaq tunishlarini dokladga kirgizishga haydakchilik qildi. Dokladning e'lon qilinishiga siyosiy aralashish degan gap Xitoy davlatining aralashishi, ya'ni Jungoning aralashganligi. Shunday tushuninglar vatandoshlar. Haydakchilik qildi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Valisi işxonasi mundaq ko'rsatdi. Michel Bachelet Jungo ziyoratini oxirlashtirganda e'lon qilgan bayonot Şinjanda Müstemlik Uygurustonda kişilik hukuk ahvoli to'g'risida umumiy baholash elib berishga ta'sir ko'rsatmaydi. Bu olimlar mutaxassislar, ani
ishxona Barchilatning ishxonasi e'lon qilgan bayonot yuqorqisi jumi. Bu olimlar hamda Uyg'uriston, Xinjiang masalasi mutaxassislari. Bu olimlar mutaxassislar 6-oyning 3-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq valisi Michel Barchilatga yozgan birlashma imzoli xatida mundaq ko'rsatdi. Michel Barchilat Jungo ziyoratini oxirlashtirgandan keyin Xinjiangga yana mustamlika Uyg'uristonga munosabatlik ifoda bildirganda olim va mutaxassislarning bu masala to'g'risidagi tadqiqot natijalariga sal qaradi. Hatta uning so'zlari tadqiqotchilarning tadqiqot natijalari bilan ziddiyatlashib qoldi. Olimlar va mutaxassislar tadqiqot natijalarida mundaq hisobladi. Jungo hukumatining Xinjiangda mustamlika Uyg'uristonda yo'l qo'ygan siyosati, jumladan Xinjiangda mustamlika Uyg'uristonda 1 milliondan ortiq Uyg'urni nazarband qilib, insoniyatga qarshi jinoyat sodir qildi. Birlashma imzoli xatni yozish qatnashgan 37 nafar olim mutaxassislar Amerika, Angliya, Kanada, Avstriya va Shvetsiya qatorliq 9 davlat mutaxassislari edi. Bu mutaxassislar mundaq ko'rsatdi. Michel Barchilat Jungoga ziyoratga berishdan burun uning ishxonasi mutaxassislar ichida 2 nafar kishidan fikr olgan edi. Lekin bu mutaxassislarning tadqiqot natijalari Michel Barchilatning dokladida aks etmadi.